Kanada parlamenti 2021 yılı Xitay hökuməti Uyğurlara qarşı irqi qırğınçılıqni davam qıldırmaqda deb qarar alğandan keyin parlament a'zolaridan Samir Zubari 2022 yılı iyun ayında Kanada hökumətini Xitayning qırğınçılıqdan qaçıb chet ellərdə sərgərdanlıqda yaşayotgan 10 ming Uyğur musafirga panohlik berishga chaqirgan. Onun şu vaqtdagi taklifida Kanada hökuməti 10 ming Uyğur və başqa Türkiyə tillik musafirlarga 2024 yildan boshlab 2 yil ichida panohlik berish asosiy mazmun bo'lgan edi. Yaqında bu vaqtdagi muzokara rasmiy o'tirg'i chiqib, 26 oktyabr kuni bu vaqtdagi munozara Kanada parlamentida rasmiy boshlangan. Samir Zubari bu vaqt to'g'risida Kanadadagi eng chong gazetlardan bo'lgan Yer shari pochta gazetiga so'z qilib, Kanada hukumatining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatning ziyonkashlikka uchirganlarga yordam berish majburiyati borligini, navbatda ashxil qismatga duch kelib 3-bir davlatda musofir bo'lib turayotgan 10 ming Uyg'urga panohlik berish dal bu majburiyatning bir qismi ekanligini degan. Gerçi Kanada parlamenti Uyghur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilib, qaror olg'ida 2 yilga yaqin vaqt bo'lgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlar haqidagi bu taklif loyihasida biror ilgirlash ko'rilmagan edi. Shuningdek, Kanada hukumati Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarining Kanadaga import qilinishini cheklash jihatida biror ko'rinarli natijani o'tirib chiqara olmagan. Şuna bu qitimqi munozara har qaysi axborot sohasining zo'r diqqatini qo'zg'agan. Kanadadagi Uyg'urlarning haqlarini himoya qilish qurilishining mas'uli Mehmet To'xti bu vaqt so'z qilib, bu 10 ming Uyg'ur musofirning masalasi Xitoy hukumati uchun nihoyat muhim ekanligini, chunki bu Xitoyning xalqarodagi obrazining qandoq bo'lishi, shuningdek Xitoyning zulmlarini fosh qilishda ularning rolining bek cho'ng ekanligini degan. Kanada Ko'chmanlar Ministerligining ministri Shan Fraizning axborot ishxonasi muxbirlarining nima uchun Kanada hukumati Xitoyning ziyonkashligiga uchirgan Uyg'urlar uchun bir alayda tadbir olmaydi degan savoliga udul javob bermasdan, Kanada hukumatining panohlik berish masalasida ashu kishilarning davlat tavalligi yoki diniy e'tiqodini emas, aksicha ularning navbatda ziyonkashlikka uchrash ahvolini o'lcham qildiganligini ta'kidlagan. Shundaqla Kanadaning hozir Uyg'urlar uchun olgan bir xos tadbir mavjud bo'lmagan. Ammo bu vaqtdagi jiddiy talablar bu masalani oldin o'ylashadigan turga yuksaldirdi degan. Ammo Mehmet To'xtining bildirishicha, Kanada hukumati ayni vaqtda Talibanlardan qochib chiqqan afg'onlarni va Rossiyaning tajovuzdan qochib kelgan Ukrainaliklarni oldin o'rinlashtirgan ekan. Bu xildagi fikr Kanadadagi kishilik huquq advokatlaridan Sarah Tich imzosida 25 oktyabr kuni e'lon qilingan obzordimi alayda o'rin olgan ekan. Ular ayni vaqtda Suriya musofirlariga va Ukraina musofirlariga oldin panohlik berish an'anasini joriy qildirgan Kanada hukumatining Uyg'urlarga kelganda to'xtab qolganligini ayblab, Kanada hukumatining Uyg'urlarga yordam qilgan vaqti keldi. Uyg'urlar duch kelayotgan xatar hozir barg'ansir eshib mengyapti. Biz odatdagi qochqin musofirlar bilan emas, balki hali ham izchil qirg'in qilinayotgan bir xalq bilan muomala qilyapmiz degan. Xitoy Kommunistik Partiyasining 20-ci navbatlik mamlakatlik qurultayidan keyin Tibetning Lhasa shahrida keng ko'lamli namoyish yuz berdi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha 26 oktyabr kechda Lhasadagi bir qism Tibet aholilari ko'chalarga chiqib, Xitoy virusi yuqumining majburiy quluplanganligiga e'tiroz bildirgan. Namoyishning asosiy sababi bo'lsa, aholilar Xitoy virusi yuqum sababidan 2,5 oy qamalgan. Shundaqli ularning yemaklik va lozimatliklarini setib olishiga yo'l qo'yilmagan ekan. Namoyishchilar oq kiyim kiyib olgan soqchilar bilan to'qinishib qolgan. Dokladda Tibetdan kelgan ikki xabardor kishining so'zlarini naql keltirib, namoyish qilish uchun nurg'un xalq ommasining yig'ilganligini, soqchilar bilan zo'ravonlik to'qinish yuz berish ehtimolligi borligini, hatto o'q chiqarish qatorli xatarli ahvollar yuz berish mumkinligini bildirgan. Yana ba'zilar Lhasadagi barliq kishilar o'rnidan turib ketdi. Sharq Turkistondagilar qachon o'rnidan turdi degan. Xabar e'lon qilingan qadar soqchilar bilan omma o'tirisi cho'ng to'qinish yuz bermagan. Lekin bir qism tibetliklar agar karantin qilish bo'shashmasa, o'zlariga o't qo'yib olamiz deb tahdid solgan ekan. 23 oktyabr kuni Xitoy Kommunistik Partiyasining 20-qitimliq mamlakatlik qurultayidan keyin Xitoy amaldorlari Tibet kundalik gazetiga Xitoy virusi qarshi qamal qilishni boshladiganligini bildirgan. Ammo yerlik aholilar buning aldamchilik ekanligini, Tibetlarning yanil majburiy karantin o'rinlariga elib ketilayotganligini ta'kidlagan. Xitoy Kommunistik Partiyasining 20-ci navbatlik mamlakatlik qurultayidan keyin boy Xitoylar o'z davlatining kelgusiga umidsizlanganligi uchun Xitoydan qochishni planlamoqda ekan. Angliya pul muomala vaqt gazetining 25 oktyabr kuni xabar qilishicha, Xitoy Kompartiyasi 20-ci navbatlik mamlakatlik qurultayidan keyin Xi Jinping partiya ichidagi o'rnini texmi mustahkamlab, Mao Zedongdan keyingi eng kuchli huquqdor rahbarga aylanganligini, hatto umr bo'yi o'rnidan tushmay podshohlik tuzumini qo'llanishi mumkinligini, buning Xitoydagi boylarga nisbatan tahdid bo'lganlikdan qochish planini qilayotganligini bildirgan. Dokladda Yevropa
advokatlarining Xitoy va Hong Kongdagi boy oilalar bilan hamkorlashganligi naql elinib, Shi Jinpingning hukmronligini ichki qaroridan uzartishi Xitoyning savdo sarxillari uchun zo'r taqdir o'zgarishi ekanligini, hukumatning g'ayri-rasmiy o'rtaq gullanish i'onasining o'rnini olish uchun o'y-mulk beja oldiganligini, beribmi qutulolmaydiganligini, hatto Xitoydan ayrilgandan keyinmi o'zining bexatarligidan ansiraydiganligini ta'kidlagan. Xitoyning o'y-mulk bozori davomli kasatlashmoqda. Xitoy bu vaziyatni o'zgartirish uchun oz deganda 20 shaharda o'y-mulkka aloqador siyosatlarni yo'lga qo'yib, dehqonlarning yezidan shaharga kirib o'y setib olishiga ilhom bermoqda ekan. Yaqinda Xitoydagi nurg'un shaharlar orqa-orqadan uqtirish tarqitib, dehqonlarni shaharlardan o'y setib olishga ilhomlantirib, o'y-mulk korxonchilarini dehqonlarni shahar bozorlarida o'y setib olishda e'tibor va kechirim qilishni talab qilgan. Buningdan boshqa hukumat yana topshirgan boj sommasi qarab to'liq-to'liqlim bilan ta'minlaydiganligini, o'y setib olgan dehqonlarning nopos yutkash, bolalarning o'qishi yoki yaqin atrofdagi maktablarga yetkilish, kutunish sug'urtasi, davolanish sug'urtasi qatorliqlardan bahramand bo'la oladiganligini bildirgan. Amaliyotda dehqonlarning shaharlardan o'y setib olishini ilgari surish turalg'i bozorni tangshashning yangi amali emas ekan. 2015-yilning oxirida Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti siyosiy idorasining yig'inida dehqon ishlamchilarning shaharlashish sur'atini tezlatish, unumlik ehtiyojni kengaytirish, besilib qolgan o'y-mulk bozorini hal qilish va o'y-mulk bozorini muqimlashtirish orqali yo'l yo'riqni o'tirib qo'ygan ekan.